Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz teletomoshabinlar, Madaniyat va ma'rifat telekanalida agar ko'rsatuvning navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Dasturlarimiz davomida yurtimizdagi ijtimoiy siyosiy hayotimizga oid bo'lgan turli mavzularda atroflicha ma'lumot berib borishga harakat qilyapmiz. Bugun studiyamizda bo'lib turgan mehmon hamda ekspertlar bilan birgalikda eng muhim sohalardan biri, ya'ni O'zbekiston IT hamjamiyati mamlakat axborot sohasida kelajagi uchun qanday samara bermoqda mavzusida sizlar uchun manfaatli bo'lgan ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Aytish o'rinliki, IT sohasi nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda rivojlanayotgan va turli sohalarni rivojiga munosib hissa qo'shib kelayotgan soha sifatida e'tirof etilmoqda. Haqiqatan ham bugun ushbu sohaning yutuqli tomonlari, o'rganish kerak bo'lgan jihatlari, xalqaro tajriba va barchasi haqida sizlar uchun ma'lumot berib boramiz. Bizdan uzoqlashmang. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsizlar. Aytish o'rinliki, IT sohasi barcha kasblarni, sohalarni, madaniyat deymizmi, ta'lim deymizmi, tibbiyot deymizmi yoki arxitektura deymizmi, barchasini rivojlanishi uchun alohida o'rin, ahamiyat kasb etadigan sohalardan biri bo'lib turibdi. Bugungi kunda soha mutaxassislari sifatida O'zbekistonda IT sohasi rivojlanayotganiga qanday baho berasiz? Darhaqiqat bugun IT hamjamiyati O'zbekistonda juda ham dolzarb ahamiyatiga ega. O'zbekistonni iqtisodiyoti rivojlanishida, O'zbekistonning iqtisodiyotini muhim drayverlardan biri bo'lib kelmoqda va aytish joizki, biz o'sha IT hamjamiyati deganda faqatgina dasturchilar, kodlash bilan shug'ullanadigan emas, balki o'sha siz sanab o'tgan sohalar, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, pedagogika, hamma sohalarda bugun bu ITni ahamiyatini ko'rib turibmiz. Biz yaqinda bir tadqiqot o'tkazdik. IT ta'lim uyushmasi Shveysariya taraqqiyot va hamkorlik agentligi bilan birgalikda so'rovnomada ishtirok etgan 97% yurtdoshlarimiz ITni bugun o'z ish faoliyatlariga bevosita ta'sirini aytib o'tishgan. Ya'ni bizni muvaffaqiyatli faoliyat yuritishimizda IT sohasini o'rni juda ham muhim deya baholashganini o'zini ko'rib turish mumkinki, demak bu bugun juda ham har bir inson uchun, o'sha chekka hududlardagi aholidan tortib shahar markazidagi odamlar uchun ham juda ham ahamiyatli bo'lib qolmoqda va yana bir tadqiqotdagi raqamga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Tadqiqotda qatnashgan erkak va ayollarning foizi ITga, misol uchun biz ko'proq erkaklar, ko'proq o'g'il bolalar qiziqadi deb aytamiz, lekin ushbu tadqiqotda ko'rishimiz mumkin, tadqiqotda ishtirok etgan ayollar soni erkaklarnikiga nisbatan 2-3% ko'proq. Demak, bugun bu soha nafaqat erkaklarning sohasi, balki ayollarning sohasi emas degan stereotiplarni ham o'chirayotganidan dalolat deb o'ylayman. Bugun aytish mumkinki, O'zbekistonda IT sohasida ishlayotgan ayollar soni kundan kunga oshib bormoqda va bilasizmi, bundan bir necha yillar avval ITga e'tibor bu darajada emas edi. Nimagaki yurtdoshlarimiz bu qadar ITni kelajagi yokida bugungi jamiyatdagi, dunyo hamjamiyatidagi o'rni haqida juda chuqur ma'lumotga ega emas edi. Lekin bugun qaysi sohaga kirib bormanki, o'sha sohada albatta axborot texnologiyalarining o'rni, rivoji va ushbu sohani rivojlantirishdagi hissasi juda katta ekanligi alohida e'tirof etilyapti va bu haqiqat. Yana navbatdagi savolim shundan iboratki, O'zbekistonda IT hamjamiyati qanday rivojlanmoqda va uning jamiyat uchun ahamiyati qanday? Soha mutaxassislari sifatida fikrlaringiz muhim. Men bu mavzuni informatika fani o'qituvchisi sifatida tahlil qilmoqchiman. IT sohasining rivoji hozirgi kunda o'quvchilarimizda, ota-onalarimizda, kasbdoshlarim orasida yaqqol sezilmoqda. Oddiygina bitta misol, men Xorazm viloyatining To'praqala tumanidagi Ikkinson maktabda ishlayman. O'qituvchi bo'lib ishlayman. Mana shu maktabimizda o'tgan yil bizning tumanimizda 24-yil mart oyida IT park ochildi. Mana shu IT park ochilishi bizning o'quvchilarimizga juda ham ko'p qulayliklarni keltirdi. Avvallari bizning o'quvchilarimiz 70-80 kilometr masofaga borib, viloyat markazida IT sohasi bo'yicha o'qishardi. Bu ular uchun transport xarajati, vaqt masalasi juda ham muammolarga uchrardi. Mana shu o'zimizning tumanimizda ochilishi bizning o'quvchilarimizning IT sohasiga qiziqishiga, ularning mana shu sohada juda ham to'liq, mukammal bilim olishiga katta yordam bermoqda. O'zingiz bu sohada qanchadan buyon ishlaysiz? Men o'zi o'qituvchilik faoliyatimga 33 yil 15 avgust kuni to'ladi. Mana shu informatika fani o'qituvchisi sifatida faoliyat yuritayotganimga bu yil 21 yil to'ldi. Sizga ushbu savolni berishim o'rinli bo'ladi. O'zbekistonda IT sohasi rivojlanayotganini
qanday bo'layotgani sizda yaqqol ayon. Keling olaylik, 21 yil avval holat qanday edi? Bir uzoq vaqt 10 yil oldin ahvol qanday edi? Bugungi kundagi ahvol bilan solishtirganda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Bugungi kunda O'zbekistondagi statistikani qarasak, O'zbekistondagi 97% inson mobil aloqa, ya'ni internet aloqasidan foydalanar ekan. 10 yoshdan 75 yoshgacha bo'lgan insonlar orasida mana shu informatika sohasining rivoji, o'qituvchi sifatida aytadigan bo'lsam, bundan 10 yilkidan hozirgi kungacha, hali 10 yil emas, 5 yil oldingi davrga qaytsak ham juda ham katta farq qiladi. Oddiygina bitta misolni aytaman. Avvallari o'quvchilarimiz oliy ta'limga kirish uchun maktabni bitkazgandan keyin hujjat topshirib Toshkentda o'qimoqchi bo'lsa, Toshkentga kelish uchun 3-4 kun tayyorgarlik ko'rardi. Bilet, transport masalasi, bilet olib, Toshkentga kelib, hujjatni topshirib, agar yana qaytib ketsa, Xorazmga yana bilet olib qaytib ketardi. Imtihonga 1-avgust kuni bo'lgani uchun imtihonga 1 kun qolganda yana qaytib kelish, transport. Juda ham ko'p o'quvchimiz topshirgani uchun bilet muammo bo'lardi. Va mana shu hujjatni topshirgandan keyin Toshkentda turib imtihonga tayyorlanaman desa, kvartira, yeb ichish, transport xarajatlari ancha oshib ketardi. Mana hozir oddiygina mana o'quvchilarimiz onlayn topshiradi hujjatni, imtihonni borib topshirib, keyin qaysi institutga kirganini belgilab, shu institutga kirgandan keyin kelib qo'ya qolishadi. Bu qancha sarf xarajatni tejaydi. Mana o'qituvchilarimiz ham ko'pgina kurslarda onlayn bilim olib, o'zimizning bilimimizni oshirmoqdamiz. Bizning maktabimizda shu yil Coursera platformasida 7-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan 587 o'quvchimizdan 547 o'quvchimiz o'qib, maktabda o'qib, kompyuterxonada o'qib sertifikat olishdi. Coursera platformasidan foydalanib. Maktablaringiz nechta maktab o'quvchilarini sig'imiga mo'ljallangan? 1600 ta o'quvchi. 1600 ta. Bu degani nechta kompyuterlar bo'lishi kerak? Qanday ta'minlangan? Bizning maktabimizda hozircha 2 ta kompyuter sinfi bor. Bu kam emasmi? Albatta kam. Qancha bo'lishi kerak o'zi? Masalan, 1600 ta maktab o'quvchisi o'qiydigan maktabda nechta kompyuter bo'lishi kerak? Informatika fani o'qituvchisi sifatida ayta olasiz. Yana 2 ta kompyuter xonasi bo'lsa, 2 ta kompyuter xonada nechta kompyuter bo'lishi kerak? 15 tadan 16 tadan bo'lsa, yana 30 ta kompyuter bo'lsa, juda ham yaxshi bo'ladi. Bizni ko'rib turgan mutasaddilar bo'lsa, demak, Xorazm viloyatidagi bir maktabga demak, mana shuncha kompyuterlarni biriktirib berilsa juda ham yaxshi bo'lardi. Bu birgina maktabdagi holat xolos, lekin bunaqa maktablar hali ko'p. Agar ularda internet yaxshi ishlasa, kompyuterlar yaxshi kirib borsa, sifatli eng oxirgi rusumdagi kompyuterlar bo'lsa, ushbu sohaning rivoji yana ham tezroq bo'ladi. Sohaga yangiliklar tezroq kirib keladi. Men o'ylaymanki, O'zbekistonda bu sohani rivojlantirishga harakat qilayotgan insonlar ko'p, lekin bosqichma-bosqich barcha jarayonlar amalga oshyapti, to'g'rimi? Sirojida yana bitta qo'shimcha qilib aytaman. Shu gapingizga mana bular ustoz sifatida yana shuncha kompyuter bo'lsa zo'r bo'lardi deyaptilar, lekin shunday afsuski, bor shunday o'qituvchilar ham o'sha bor imkoniyatdan ham foydalanmaydigan. Men misol uchun ko'p eshitaman, ota-onalar murojaat qilishgan bo'lgan o'sha holatlar. Bizni maktabimizda informatika xonasi bor, kompyuterlar bor, lekin uni yoqtirishga ham ruxsat bermaydigan, hali ham o'sha eski qolib saqlanib qolgan, lekin uni ishlatishga ruxsat bermaydigan o'qituvchilar ham bor. Lekin mana Sayyar opaga o'xshagan o'qituvchilarimiz hozir ko'rsatuv boshlanmasdan oldin har bir o'quvchilarini hattoki Telegram profillariga qo'yib qo'yibdilar. Men bu o'quvchi men bunga erishgan, men bu o'quvchi men bunga erishgan deb ham IT yo'nalishdagi yutuqlarni xuddi o'zlarining farzandlaridek sanab bilyaptilar. Hammasini bilyaptilar. Bizga aytishmaganda o'zi ota-onalar bizni dunyoga kelishimizga sababchi bo'lsa, ustozlar bizni yerdan ko'tarib oladi deb. Ruhlantiruvchi, bolalarga o'sha ruhni beruvchi insonlar bu so'zsiz ustozlar bo'lishadi. Ularning ortidan sen uddalay olasan, sen qila olasan, mana men borman deb turadigan ustozlar bo'lsa, yoshlar u yog'ini o'zlari eplashadi. Zo'r o'qituvchi bitta kompyuter bilan ham bolalarni ITga qiziqtira oladi deb o'ylayman, lekin ba'zi joylarda bor. Endi bu holatlar qanchalik bugun bartaraf etildi bilmayman. Informatika fani mutaxassisi bo'lmagan o'qituvchilar ham afsuski kompyuter xonalarida rahbarlik qilib o'tirayotgan holatlar bor. Agar bu holatlar ham tezroq bartaraf etilsa, soha rivoji yana ham tezroq bo'ladi deb o'ylayman. O'zingiz IT sohasida ishlaysiz. Nega bu sohani tanladingiz? Bu sohaga nisbatan ishonch qayerdan paydo bo'ldi? Daromad ishga ishonarmidingiz? Chunki har qanday kasbni tanlashimizdan oldin albatta
men bundan yaxshi daromad topa olamanmi, ro'zg'orimni boqa olamanmi, kunimni o'tkaza olamanmi degan savollar bo'lardi. Va bugungi daromad qanday endi? Xo'p, men hozirgi kunda BI sohasida ishlayman. Mab Innovation kompaniyasida hozir menejer sifatida ish olib boryapman va hozir men aytishim mumkin, o'zi hamma biladi, IT sohasida daromad yuqori. Va nega aynan bundayligi, hozirgi kunda umuman IT sohasi O'zbekiston bo'yicha yoki umuman agar sohani mutaxassisi bo'lsagina yuqori, to'g'rimi? Shunday. Bu tomonni ham aytishimiz kerak. Hozir men ayta olishim mumkin. Biz asosan ma'lumotlar tahlili bilan ishlaymiz va o'sha real ma'lumotlarga asoslanib aytadigan bo'lsam, hozirgi kunda O'zbekistonda ish topolmayotgan IT mutaxassisiman deb o'zini hisoblaydiganlar ham bor. Lekin o'sha soha bo'yicha yuqori daromad olayotganlar ham bor. Buni asosiy sababi o'sha keraklicha bilimga ega bo'lmasligi yoki kerakli talabga nisbatan kerakli bilim olmagani bo'lishi mumkin. Tushunarli. Bu bo'yicha sizning soha mutaxassisi sifatida fikrlaringiz qanday? Bilamizki, juda katta kompaniyalardan tez-tez sizga takliflar kelib tushadi. Soha mutaxassisi sifatida informatsion texnologiyalar, agar men 2014-yilda kirib kelgan hisobga oladigan bo'lsak, Inha universitetini ochilishi bilan men shu universitetda ta'limni boshlaganimda qizlar soni juda ham kam edi va nafaqat qizlarning soni, balki o'g'il bolalar soni ham kamchilikni tashkil qilardi. Sababi informatsion texnologiyalar haqidagi tushuncha bu yillarda butunlay boshqacha edi. Hozirgi yillarga kelib, mana 10 yillik agar davrni hisobga oladigan bo'lsak, 5 yil bo'lib qaraydigan bo'lsak, o'zgarishlar juda ham jadal va tez. Bunda asosiy turtkilardan biri nafaqat insonlarning bu haqidagi tushunchalarining ortishi, balki davlatimizning ham bu sohada qilayotgan sa'y-harakatlaridan iborat. Soha juda ham murakkab qabul qilingani bilan informatsion texnologiyalarda aynan dasturchi bo'lish shart emas. Ya'ni bu bir daraxt deb tasavvur qiladigan bo'lsak, unda novdalar juda ham ko'p. Mana shu soha bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, eng nima desak ekan, qayishuvchan, o'zimizga grafik belgilay oladigan, ayniqsa ayol qizlarimizga erkin ish grafikda ishlash mumkin bo'lgan va sizni geolokatsiyangizdan, turgan joyingiz yoki jinsingizdan qat'iy nazar o'z ish faoliyatingizni olib borishingiz mumkin bo'lgan soha. 2014-yil bu sohaga kirib kelgansiz. Nega bu sohani tanladingiz? 2014-yilda bu sohaning rivoji haqida o'ylash biroz qiyinroq edi. Kompyuterning oldida o'tir, dasturlab yoki qaysidir sohani rivojiga bu soha hissa qo'shadi degan fikrlar menimcha hali endi kirib kelayotgan pallalar edi. To'g'ri. Universitetga kirganimda ta'lim boshlashdan oldin ikkita fakultet orasida o'sha menda tanlov bor edi. Information and Communication Engineering bitta yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, Computer Science and Engineering. Mana shu ikkita fakultetdan birini tanlayotganimda endi informatsion texnologiyalarda hard soft, ya'ni qattiq va yumshoq ko'nikmalarga bo'lamiz. Qattiq ko'nikmalar ko'proq ikkinchisida deb o'ylagan holda IC, ya'ni Information Communication Engineering fakultetiga hujjatlarni topshirganman. Lekin ikkinchi yilga kelibgina fakultetim aynan hard skill, ya'ni hard skilldan ham ko'ra elektronikaga bog'liq fakultet bo'lganini tushunganman. Mana hozirga kelib bu narsani tushunish juda ham oson, chunki manbalar ko'p, bu haqida tushunchalar ko'p. O'sha yillarda aynan informatsion texnologiyani tanlashimga sabab bunga ko'pgina turtkilar bo'lgan. Birinchisi, imtihon jarayonini o'zini ham ta'kidlab o'tmoqchi edim. Bir nechta universitetlarga imtihon topshirganimda va bir nechta universitetga qabul qilinganman, xorijiy universitetlar va davlat universiteti. U yillarda faqat yiliga bir marta 1-avgustda imtihon topshirish mumkin bo'lardi. Xuddi shunday. Ichlarida Inha universitetini tanlashimga sabab imtihon jarayoni bo'lgan. Jarayonda hayajondan essay ko'rinishidagi savollarni fizika bilan matematikani almashtirib qo'yganman. Va o'sha yerda tekshiruvchi amaldagi inson o'zlarini bo'yinlariga olib, koreys inson qo'l qo'yib, matematikani qog'ozini fizikani matematikaga qabul qilinsin deb olishgan. Bu bitta turtki. Va asosiy sabab matematikaga bo'lgan qiziqishim bo'lgan, ya'ni aniq fanlar. Matematika orqali qanday o'zgarishlar qilsak bo'ladi degan bitta ishonch bo'lgan va mana shu informatsion texnologiyalar orqali o'tirgan holda o'zimga qulay ish grafikini tuzib ishlash mumkinligini o'sha paytlarda baribir tushunganman. Tushunarli. Rahmat kattakon. Navbatdagi savol bilan sizga yuzlanmoqchi edim.
IT sohasi rivojlanishi hukumat uchun juda foydali. Demak, mamlakatda IT sohasi rivojlanishi uchun hukumat qaysi jihatlarga alohida e'tibor berishi, qaysi sohalarga demak rivojlanish uchun hissa qo'shib turishi kerak? IT sohasi rivojlanishi uchun hukumatning o'rni. Hozirgi bundan oldingi temaga ham ozgina qo'shib o'tmoqchi edim. Ya'ni nimaga o'sha IT sohasini aynan tanladingiz degan savolga bugungi kunda aynan misol qilib keltiraman. Tasavvur qiling, sizni kasbingiz texnik yoki bo'lmasam sotuvchisiz. Siz o'sha biznesingizni yoki bo'lmasam o'sha tadbirkorligingizni yuritishingiz uchun siz bir joyda mavjud bo'lishingiz kerak. Ya'ni onlayn ishlashingiz qiyin. Ya'ni o'sha siz mahsulotingizni yoningizda turishi kerak, onlayn ishlatishingiz qiyin bo'ladi. Вот IT sohasida aynan soft yo'nalishi deymiz, hard va soft yo'nalishi bor. Ya'ni soft yo'nalishi bu sizda elektron mahsulotingiz bo'ladi va elektron mahsulotingiz bo'lganiga yarasha siz o'zingizni mijoz limitingizni, ya'ni mijozlaringiz sonini orttira olasiz. Bu O'zbekistondan ham tashqari boshqa davlatlarga ham o'sha mahsulotingizni sotish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shu maqsadda ham hozirgi kunda IT yo'nalishi eng yuqori daromadga ega bo'layotgan yo'nalishlardan bittasi. Va bugungi kunda aynan shu sohani, ya'ni soft yo'nalishini IT sohasidagi aynan rivojlantirishga qanaqa ishlar qilinmoqda? Bizda demak o'sha davlat chet el tajribasini O'zbekistonga olib kirish bo'yicha juda ham ko'p fokus qaratmoqda desam demak to'g'ri bo'ladi. Ya'ni bugungi kunda bizda masalan aynan shu IT Park O'zbekiston rezident kompaniyalarining soni 2800 tadan oshgan bo'lsa, bularni ko'pchiligi IT xizmat ko'rsatadigan kompaniyalar va bular o'sha deyarli 39 mingta ish demak odamlarni ish bilan ta'minlamoqda hozirgi kunda. Va bu son, ya'ni rezident kompaniyalarning soni oshib ham bormoqda va bundan tashqari aynan shu startaplar, ya'ni IT sohasiga yana qanaqa yordam ko'rsatmoqda hukumat? Plug and play degan xalqaro akselerator darajasidagi akseleratorlar olib kirish orqali, xorijiy ekspertlar olib kirish orqali har xil hakatonlar, ideatonlar, tadbirlar, networkinglar qilish orqali hukumat O'zbekistondagi hamma ekspertlarni bir joyga yig'ib, bir-birlari bilan tajriba almashish imkoniyatini yaratib bermoqda. Va hamda bu narsa to'g'ri, ustoz yuqorida aytganlaridek, viloyat bizada hozircha og'riqli emas, endi rivojlanayotgan temadan hisoblanadi. Hamma davlatda ham bilamiz, eng birinchi o'sha innovatsiya poytaxtdan boshlanadi va xudo xolasa biz ham viloyatlarga nima deydi, hukumat hozirgi kunda viloyatlarga juda ham katta e'tibor qaratishni boshlagan. Bundan tashqari, demak o'sha bizada xalqaro akseleratorlardan o'tgan startaplarning soni, demak o'sha plug and play mashhur akselerator desak, 3 ta batchi bo'lib o'tgan deymiz endi ingliz tilida. Unda 57 ta startap demak shu dasturdan o'tgan. Va bularning ichidan qaysidir birlari investitsiya jalb qilgan, qaysidir birlari o'sha hamkorlik o'rnatgan. Ya'ni bu narsa o'sha IT sohasida ishlayotgan yoshlarimizni daromadlarini ham oshirishga yordam beradi. Rahmat kattakon. Hozir ChatGPTga murojaat qildim. Bunday savol bilan. Demak, nima uchun kasb tanlayotganda axborot texnologiyalari yo'nalishini tanlash kerak deganda 10 ta fakt sanab berdi. Keling, shular bilan o'rtoqlashaman. Birinchi sabab katta talab va ish o'rinlarining ko'pligi deya e'tirof etyapti. Ikkinchi sabab yuqori maosh va moliyaviy barqarorlik. Uchinchisi masofaviy ishlash imkoniyati aytganingizdek. To'rtinchisi tez suratda o'suvchi sohalardan biri. Beshinchi xalqaro ishlash imkoniyatlari. Oltinchi yangi yechimlar yaratish va ijodkorlik, kreativlik bo'yicha. 7 turli sohalar bilan bog'liqligi, 8 salohiyatli startaplar yaratish imkoniyati, 9 o'zini rivojlantirish va o'qish imkoniyatlari, 10-o'rinda esa jamiyatda ta'sir qilish imkoniyati. Bu haqiqatan ham real, bugungi kundagi holat desak ham mubolag'a bo'lmaydi. ChatGPTga yana bitta savol bilan murojaat qildim. Bu savoldan oldin sizlarga murojaat qilmoqchiman. O'zbekistonda eng yaxshi ishlaydigan IT mutaxassisi oyiga qancha daromad topishi mumkin? Bizni davlatimizda frilanserlik, ya'ni o'z-o'zini band qilish bo'yicha soliqni solishtiradigan bo'lsak xorijiy davlatlar bilan va u soliqlarga chiqib ketadigan summani o'ziga qoladigan o'sha summani hisobga oladigan bo'lsak juda ham katta farq
deyolmaymizda, chunki soliq uchun anchagina summani miqdori chiqib ketadi. Va frilanserlik, ya'ni uydan turib, masofadan turib ishlash haqida gap ketganda, oylik darajasida gapirayotganimizda soatni ham hisobga olishimiz kerak. Chunki frilanserlar soatga ishlaydigan insonlar va texnik zadaniya, ya'ni o'sha texnik hujjatni qo'lga olganlarida soatiga $5 boshlab va undan yuqori $70, $100, undan yuqori, ya'ni yuqori malaka oshgani sari soatga oladigan summalar ham oshib boradi va soatga qarab belgilanadi deb ayta olaman. $2,500 hisoblangan inson, bu agar boshlang'ich darajadagi inson bo'lsa, biz hisoblab ko'rsak bo'ladi necha soat ishlaganini. Albatta. Agar yuqori mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, $2,500 erinib, ozgina ishlagan bo'lsa, $2,500 topganini balkim hisoblab bergan. Demak, undan ham kattaroq daromadni topishlari mumkin. Anchagina. Yosh farzandi bor ota-onalar bemalol ushbu sohaga farzandlarini bersa bo'ladi. Ko'rsatuvimiz boshida ham aytdik, albatta qaysi sohaniki rivojlantirmoqchi bo'lsak, albatta ITga murojaat qilishimiz kerak. Soha rivojlanishi uchun bugun aytyapmiz, raqamlashtirish alohida ahamiyat kasb etadi. Raqamlashtirish uchun ham biz ITni yaxshi tushunishimiz kerak. Marhamat. Sirojiddin, shu o'rinda bitta narsa aytib o'tmoqchi edim. Mana bugun O'zbekistonga o'sha boya IT parkini tilga oldik. O'sha faoliyat boshlayotganda 147 nafar kompaniya bilan 147 ta kompaniya bilan ish boshlagan bo'lsa, bugun ular soni qariyb 3000 ga yetgan. Bundan tashqari bu nafaqat O'zbekistonning qaysidir hududlarida, balki chet davlatlarda ham o'zini nima deydi, filiallarini ochyapti va chet mamlakatlarning yirik kompaniyalari O'zbekiston haqida bilishyapti. O'zbekistonga kirish qanchalik nima deydi, foydali ekanligini, qanchalar imtiyozlar borligini va eng asosiysi O'zbekistonning 37 million aholisidan 60% yoshlarni tashkil qilsa, bu bozorning qanchalik yoshlarga to'yinganligi va ulardan foydalanish mumkinligini ko'rishyapti. Endi davlatimiz nima qilyapti? Davlatimiz bizni masalan dengiz yo'q, bizda chet elga mahsulot eksport qila olmaymiz va biz IT xizmatlarini eksport qilib O'zbekistonni rivojlantirish imkoniyatimiz juda katta. Davlatimiz nima qilyapti? Yoshlarni IT bilan ITga o'qitish, ITga o'rgatish uchun juda ham katta nima deydi, sharoitlar yaratib beryapti. Masalan, o'sha boya aytib o'tganlari Coursera sertifikatlari, bu dunyo tan olgan sertifikat. U sertifikatni olgan yoshlarimiz istalgan xorijiy kompaniyada ishlashi mumkin. O'sha olgan bilimi bilan va o'sha sertifikati bilan. Davlatimiz o'sha sertifikatni o'qigin, men senga pulini qoplab beraman deyapti. Bundan tashqari 1 million dasturchi loyihalarimiz bor. Ular orqali yoshlarimiz bepul o'qish imkoniyati bor. Maktablarga, o'qituvchilarga yetkazilyapti. O'qitsang, senga ham rag'bat beraman deyapti. Masalan, o'sha prezident mukofotlarigacha joriy qilingan hozir. Ya'ni aytmoqchimanki, juda ham katta imkoniyat bor yoshlarni o'zini ustida ishlashiga, o'zini ustida o'qishiga. Mana chet tili sertifikatlari, IT bilan qanaqa shug'ullanish mumkin, qanaqa frilanser xizmat ko'rsatish mumkin. Bu sizni IT bilimingiz va qo'shimcha tarzda til bilish qobiliyatingiz. Til bilasiz, ITni bilasiz va o'zingizni ustida ishlab, tajriba orttirib, o'sha chet el kompaniyalarida ishlash imkoniyati bor. Chet el kompaniyalari bizdan nima deydi, kadr so'rashyapti. O'zbekistondan kadr kerak ularga. Bundoq qaraganda aytishniklar ko'p, lekin kerakli kadr ham kerak ularga. Lekin hozircha baribir mutanosiblik kamroq. O'sha uchun hozir hukumatimiz, o'sha davlatimiz, shu vazirligimiz shunday nima deydi, yoshlarni ko'paytirishga va ularni O'zbekistonning iqtisodiyotiga kelajakda IT orqali hissa qo'shishlariga juda ham katta imkoniyatlar yaratilyapti. Mana shu yerda o'zim fikrimni aytib o'tsam. Mana hozir bular aytyaptilar, xorijiy kompaniyalar kelyapti, lekin bizda mutaxassis yetishmayapti deb. Lekin shunda masalan bular to'g'ri aytyaptilar, tashqaridan, ya'ni xorijiy kompaniyalar kelyapti, katta kompaniyalar, lekin O'zbekistonda mutaxassis topolmayaptilar. Lekin O'zbekistonda shunchalik dasturlash kurslarini tugatganlar shunchalik ko'pki, ular ish topolmayapti. Endi bunaqa narsada mutanosibligi nimada deb o'ylaysiz? Mutanosibligi aytish mumkinki, juda ko'p mutaxassislar bilan gaplashganimizda yaxshi mutaxassislar o'zini ko'rsata olish qobiliyati alohida bo'lishi kerakda. Juda ham professional bo'ladi, lekin o'zaro kommunikatsiyaga kirishilganda, ish taklif etilganda o'zini salohiyatini ko'rsata olmasligi bu katta muammo. Yo'q, yana unda ham emas. Kompaniyalar bilan o'sha ta'lim dargohlari o'zaro kommunikatsiya qilish kerak. Bularga kim kerak, kimlarni tayyorlab berish kerak va qaysi mutaxassislar ertaga ularga zarur.
mana shunday agar kommunikatsiya yo'lga qo'yilsa, hozir ta'lim dargohi bor, shunday muammoyimiz bor hali. Ta'lim dargohi o'zini yo'nalishicha, o'zini bilganicha o'qityapti. Kompaniyalarning talabi boshqacha bo'lyapti. O'shaning uchun nima deydi, mana agar mana shu kommunikatsiya yo'lga qo'yilsa, o'sha kompaniyalar bilan ta'lim dargohlarini uzviy aloqasi yo'lga qo'yilsa, menimcha bu muammolarga, bu masalalarga yechim topsa bo'ladi. Aynan mana shu masala bo'yicha ish beruvchiga qanday takliflar bor, ish beruvchiga nima kerak, qanday takliflarni o'rganish kerak va shunga qarab ta'lim berish lozim. Chunki har bir tashkilotning o'zining qadriyati bor, o'zining yo'nalishi bor, o'zining ixtisosligi bo'ladi. Men o'z faoliyatimdan kelib chiqib bitta misol keltiraman. O'sha ta'lim vazirligida ishlaganimda bizda maktabda chaqiriqqacha yoshlarni tayyorlash degan bir yo'nalish bor va u yerda bizda iste'fodagi harbiylar qabul qilinadi, chunki u lavozim direktor o'rinbosariga tenglashtirilgan. Lekin bizda pedagogika universitetida chaqiriqqacha yoshlarni tayyorlash degan fakultet bo'lardi o'sha bir necha yil oldin. Endi qarang, bu talaba u yo'nalishni bitirib chiqyapti, lekin u bu yoqqa ishga kira olmaydi, chunki u iste'fodagi harbiy emas va u 3 yil stajga ega bo'la olmaydi. O'tda ishlamasa, bu yo'nalishda boshqa hech qayerda ishlash imkoniyati yo'q. Endi qarang, demak bu ish beruvchi va ta'lim dargohini o'zaro kelishuvda, o'zaro kommunikatsiya, sen kim kerak, senga bu mutaxassis kerakmi, kerak emasmi degan aloqani yo'q. Savolga javob berish kerak. Ha. Qarang, aynan o'sha muammoni o'rganish maqsadida bizning Mob Innovation kompaniyamiz Raqam texnologiyalar vazirligi bilan hamkorlikda bitta proyekt qilingan. Xo'p. O'sha proyektimizni bemalol Raqam texnologiyalar vazirligi saytida ko'rishingiz mumkin. Bunda nima qilingan? Mana tashqaridan kelayotgan kompaniyalarga o'zi asosan nima kerak? Ya'ni biz jahon bozorini o'rganib chiqqanmiz. Masalan, dunyo bozori, IT bozori sifatida biz Amerikani ko'radigan bo'lsak, eng rivojlangan bozor sifatida o'sha Amerika bozorini o'rganib, masalan, u yerda nimaga talab oshib boryapti, o'sha narsani biz o'rganib chiqqanmiz va uni bitta dashboard qilib Raqam texnologiyalar vazirligiga berganmiz va saytda hozir ochiq ma'lumot sifatida turibdi. O'shandan bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Hozirgi kunda masalan, u yerda eng rivojlangan davlatlar 6 ta 7 ta davlatlarni o'rganib o'shaniki qo'yilgan. Bemalol ko'rib, qaysi sohani o'rgansam bo'ladi degan savolga javob topishingiz mumkin. O'sha sohani ichiga kirganingizda qaysi masalan nimalarni o'rganish mumkin degan savolga ham o'zingiz javob topib, bemalol internetdan izlanib, mana hozirgi zamonda ChatGPT rivojlanib ketgan, o'sha bilan birgalikda o'rganib, bemalol frilanser darajasiga chiqib olishingiz mumkin bo'ladi. Ayni o'sha tashqaridan kelayotgan kompaniyalar talabi bilan bizani hozir bo'layotgandek, o'qitish sistemamizni analiz qilish uchun aynan o'sha dashbordga berilgan. Bu orqali bo'layotgan savollarga bemalol javob topsa bo'ladi. Nega hozir informatsion texnologiyalar yo'nalishida mutaxassislarga talab ko'p-u, mutaxassislar soni oshishi bilan shu mutaxassislar ish topa olmayapti. Ishlar ko'p, mutaxassislar ko'p. Qani oradagi balans? Endi bu narsani ichkaridan agar o'rganib chiqadigan bo'lsak, bitta faktorlardan biri hozir agar davlat miqyosida yoki oliy ta'lim muassasalari miqyosida Laylo opam aytib o'tganlaridek, ta'lim muassasalari o'sha hamkor jamiyatlar bilan yoki hamkor tashkilotlar bilan o'zlari talablarini kelishib olishlari kerak. Masalan, bojxona institutida o'qigan ma'ruzam davomida shuni guvoh bo'ldimki, ularga aynan bojxona yo'nalishida tajribaga ega insonlar kerak. Ular shu dasturni yaratishga urinib ko'rgan bo'lsalar, dasturchilar uni chuqur tushuna olishmaydi, chunki dasturchilarga berilgan o'sha texnik ma'lumot. Shu ma'lumot bo'yichagina harakat qiladilar. Sohadagi aynan belgilangan yo'nalishda tajribaga ega insonlar kerak. Nima qilindi? Endi mana shu yo'nalishda data science o'sha bo'lim bo'yicha ta'lim olayotgan yoshlarimiz bor ekan. Ya'ni o'zlari o'qitishni yo'lga qo'yishdi. Yana bitta narsa, agar katta kompaniyalar yo'nalishida big tech deymiz, Google ga o'xshagan kompaniyalarni hisobga oladigan bo'lsak, ular boshlang'ich dasturchilarni ishga olishadi. Ayniqsa yangi bitiruvchilarni, chunki ularni nazdida agar haqiqatdan ham olib qaraydigan bo'lsak, endi oliy ta'lim muassasasini bitirgan inson u yangi ilm bilan kirib kelgan va o'sha o'zini nimadir ishlar qilaman degan katta bitta energiya, qaynoq holatdagi o'sha holatda ular ishga olishni xohlashadi, bilishadiki, bu inson kelgandan keyin nafaqat loyihalarda o'zini ko'rsata oladi, balkim jamiyatida, ya'ni har bitta tashkilotning o'zini jamiyati bor, inson faktori.
mana shu joyda ham ular o'zini yaxshi pozitiv energiyasini qo'sha oladi. Bu yerda soha mutaxassisi qidirilganda nafaqat bilimiga aytmoqchi bo'lganim, balkim inson sifatida ham katta e'tibor qaratiladi. Va yana bir narsa, hozir til o'rganishga, dasturchilikka agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, Python, ya'ni Python tilini o'rgandi deylik. Bo'ldi, men ishga topshiraman Pythonda, chunki bemalol dastur yoza olaman. Xo'p, Pythonda, ya'ni belgilangan Java deylik boshqa dasturda yoza olsangiz, siz belgilangan loyihada u loyiha qanchalik tezlikda ishlay oladi va resurs sifatida serverda qancha joy oladi, mana shularni hisob kitobini ola olasizmi? Agar buni hisob kitobini ola olmayotgan bo'lsangiz, demak siz dasturchi sifatida yoki umuman mutaxassis sifatida samaradorlikni hisobga olmayotgan mutaxassis sifatida qanchalik loyihani samarasiga hissangizni qo'sha olasiz. Mana shu narsalarga ham e'tibor qaratadigan mutaxassislarimiz ko'paysa, tashkilotlarga ularni o'sha ish o'rinlariga qo'shilishlari oshgan bo'lardi. Keraklilik darajasi ham oshadi. O'zbekistonda o'sha axborot texnologiyalari rivojlanishi davrida qaraydigan bo'lsak, oxirgi yillarda IT park degan jumla juda ko'p ishlatiladigan bo'ldi va shu yerda ko'plab ushbu sohaga qiziqadigan yoshlar demak o'zlarining malakalarini mustahkamlab borishmoqda. IT park O'zbekiston qanday rol o'ynamoqda bugungi jamiyatimiz uchun va uning natijalari bugungi kunda nimalarda namoyon bo'lmoqda? IT park hukumatdagi, endi ingliz tilida enabler deymiz, hamma sohani birlashtiradigan va bir-biri bilan bu sohalar, ya'ni deylik universitet bo'lishi mumkin. Kommunikatsiyaning markazi. Da. Va o'sha aloqaning markazi desak bo'ladi. Sababi aynan shu imенно IT yo'nalishi bo'yicha bir ikkita statistika aytib o'taman. Bugungi kunda 210 ta universitet bo'lsa, O'zbekistonda o'shana 85 tasi IT yo'nalishi bor ichida. Lekin va bizda yiliga xalqaro IT programmalar orqali yoki bo'lmasam IT universitetlaridan tayyor bo'layotgan o'sha mutaxassislarimiz 300 mingdan ortiq har yili bizda IT mutaxassisi chiqadi. Va undan tashqari hozirgi kunda 203 ming nafar IT mutaxassisi IT yo'nalishida ishlab kelmoqda. Demak, bizada lekin shuncha raqamlarni aytishimiz mumkin, lekin bizada mana shu 85 ta universitetda IT sohasini o'rgatish darajasi qaysidir birda yuqori, qaysidir birda past. Aynan umumiy universitetlar bilan ishlaydiganimizni olib kelsak, va biz mana shunaqa og'riqli nuqtalarni topib, o'sha universitetlarga qanaqa yordam kerak yoki bo'lmasam qanaqadir xorijiy ekspertlar kerakmi? Yoki bo'lmasam ularga qaysidir ma'noda tajribali ekspertlar yetishmayapti. Biz o'sha ekspertlarni topish orqali va ularni universitetlarimiz bilan aloqa o'rnatish orqali yordam beramiz. Va undan tashqari, demak, hozirgi kunda bizada o'tgan yili prezidentimizning farmonlari chiqdi, muhtaram prezidentimizda. O'sha aynan shu startap va IT sohasini rivojlantirish bo'yicha va bu bunga ko'ra bugungi kunda bizda aynan shu akseleratsiya dasturi deymiz, IT sohasidagi, ya'ni o'zlarining startaplari bor asoschilarimiz uchun xalqaro akseleratsiyadan o'tishi kerak bo'ladigan bo'lsa, biza 50% gacha davlat, demak o'sha 50% gacha qoplab berishi. Va aynan shu operatsiyalar, shu jarayonlar aynan shu IT park va hamda raqamli texnologiya vazirligi bilan birga amalga oshiriladi. Va bundan tashqari 1+1 mexanizmi deymiz. Ya'ni o'sha IT sohasida startapi bor asoschilardan birortasi, demak, xorijiy investitsiya jalb qila olsa 100 ming AQSh dollarigacha davlat uni 2 barobar qilib beradi. Ya'ni siz deylik startapingiz bor, 50 ming dollar demak siz jalb qildingiz xorijiy investordan. Shu narsani yana ustiga 50 ming qo'shib beradi davlat. Va mana shu jarayonlarni amalga oshirish uchun, ya'ni execution degan jarayon deymiz, amalga oshirish jarayonini aynan shu biz va o'sha raqamli texnologiya vazirligi orqali ketadi. Va undan tashqari hozirgi kunda bizda Startup Advice degan aynan yo'nalish ochilgan IT parkda. Bu narsani biz har hafta olib bormoqdamiz. Ya'ni Startup Advice, ya'ni startup yo'nalishiga qiziqqan demak yoshlarimiz uchun aynan IT sohasiga biz ularga maslahat beramiz. Yoki ular qanaqa darajada bo'lishi mumkin yoki bitta yosh qizlar ko'paygan aytganingizdek.
qizi qayerdan boshlashni bilmaydi, komanda topishni bilmaydi yoki bo'lmasam qanaqadir loyihasi bor, kimga borib o'sha loyihani ko'proq rivojlantirishni bilmaydi. Ya'ni bizada shunaqa muammo bor yoshlarimiz o'rtasida. Aynan masalan deylik med sohasida qanaqadir loyiha qilmoqchi bo'lsa, ko'pchilikda ko'rganman, aynan o'sha med sohasida ishlaydigan mutaxassis bilan ishlamaydi. O'zini ideyasi bilan, loyihasi bilan chiqadi-da, lekin aynan o'sha yo'nalishda og'riqli joylarini bilish uchun siz aynan o'sha yo'nalishda ishlaydigan mutaxassisni jalb qilishingiz kerak. Va biz shunaqa nozik joylarini, jarayonlarini tushuntirib, to'g'ri yo'nalish berishga harakat qilmoqdamiz. Va undan tashqari bizada xorijiy mijozlarni jalb qilishga juda ham katta e'tibor qaratmoqdamiz, ya'ni bu yoq aytganlaridek. Va biz buning uchun biz nima qilmoqdamiz? Bugungi kunda 5 ta davlatda IT parkni demak o'sha filiali bor. Va mana shu 5 ta filial orqali biz soft landing deymiz, ya'ni yumshoq qo'nish dasturini ishlab chiqarishga harakat qilmoqdamiz. Bu ya'ni biz startaplarimiz deylik, biz hozir xorijiy kompaniyalarni O'zbekistonga olib kirayotgan bo'lsak, aynan IT yo'nalishidagi loyihalarni biz xorijga chiqarish bo'yicha ham har xilda ishlayapmiz. Va bundan tashqari xalqaro konferensiyalar bor. Xalqaro konferensiyalarda siz borasiz va o'sha o'zingizni IT mahsulotingizni demak ko'rsatasiz, sotishga harakat qilasiz, ya'ni reklama qilasiz yoki hamkorlik o'rnatishga harakat qilasiz. Va mana shularni biz masalan konferensiyalarga qatnashish uchun biz bepul kirish biletini startaplarga taqdim qilamiz. Va ularni olib borib, har xil yo'nalishlar ko'rsatib va hamkorlik o'rnatishga yordam beramiz. Albatta, to'g'risini aytadigan bo'lsam, yoshlarimiz juda ham talantli, o'zlari ham bilishadi. No, biz как turtki bo'lamiz boshida. Tushunarli, rahmat kattakon. Va ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, respublika bo'ylab IT xizmatlarini ko'rsatadigan hamda IT park rezident sifatida ro'yxatdan o'tib faoliyat yuritayotgan IT kompaniyalar soni 2024-yil yakuniga kelib 2600 taga yetgani haqida ma'lumotlar keltirilmoqda. Shuningdek, ularda 38,6 mingdan ortig'i ish o'rinlari yaratilgani haqida ham ma'lumotlar bor. Bu 2017-yil bilan taqqoslaydigan bo'lsak, 15 barobar o'sishni ko'rsatib turibdi. Shuningdek, akseleratsiya dasturlarini 3 ta to'lqini o'tkazilib, ularda 57 ta istiqbolli startap loyihalarida ishtirok etgani haqida ham ma'lumotlar bor. Demak, bu ma'lumotlardan ham ko'rish mumkinki, O'zbekistonda o'sha IT sohasi kundan kunga rivojlanyapti va bu yo'nalishda yangi ish o'rinlari paydo bo'lyapti. Yaxshi daromadli demak yo'nalishda bemalol ishlash imkoniyati bor. Yana bir ma'lumotga ko'zim tushdi. Demak, 2030-yilgacha IT park rezidentlari tomonidan eksportga yo'naltirilgan 100 mingdan ortiq yangi ish o'rni yaratish rejalashtirilgan. Bu demak 2030-yilgacha ushbu yo'nalishda 100 mingdan ortiq aholimiz, yurtdoshlarimiz bemalol agar sohasini yaxshi mutaxassisi bo'lsa, ish o'rinlariga ega bo'lishlari mumkin. Shu bilan bir qatorda demak 2030-yilga kelib, yiliga demak eksport hajmi ushbu sohada 5 milliard dollarga yetkazilishi ham maqsad qilib qo'yilgan. Bemalol ushbu kasbni tanlab, ushbu yo'nalishlarda ham o'zini samaradorlik darajasini oshirib olish imkoniyati bor. Yana sizga murojaat qilmoqchiman. Mana kelajak haqida gapiryapmiz, katta daromad haqida gapiryapmiz, juda yaxshi ish o'rinlari haqida gapiryapmiz. Hattoki xalqaro tajribadagi daromad masalalarini ham gaplashdik. O'zbekistonda yoshlarni ko'proq IT sohasiga qiziqtirish uchun qaysi samarali metodlardan o'zingiz foydalanasiz? Keling, o'zingiz tajribangiz bilan o'rtoqlashsangiz. Men darsim faoliyatida mana shu o'quvchilarga darsda o'qituvchining o'zining har bir darsning metodikasi bor. Davomatini olib o'quvchi bilan ko'z yugurtirib darsga tayyorgarligini tekshirgandan keyin o'tilgan mavzuni so'rab jahon yangiliklarini aytib beraman. Mana shu Pekin va Guanju o'rtasida optik tolali kabel eng tez internet o'rnatildi desam, darsga quloq solmaydigan bolaning o'zi ham darhol menga qarab oladi. Bitta jahon bo'yicha yangilikni aytib beraman, keyin ko'pincha Laylo Rustamovaning profilini kuzataman. Proyektorda darhol elektron doskada katta daromad topayotgan o'quvchilar, yoshlar to'g'risida intervyusidan bir parcha qo'yib beraman. Qizlar mana qiz bola holiga mana shuncha daromad topayotgan ekan deb aytib, ozgina 1 daqiqa aytib o'tib darsimni boshlayman. Bu mening o'quvchilarni darsga qiziqtirish metodim. O'quvchilarga dars davomida o'tib, amaliy hozirgi kunda darsliklarimiz juda ham o'zgargan. Avvallar darsligimizda faqat ko'proq
o'quvchining hayotida uchramaydigan, institutga kirsa bitta o'quvchi tanlaydigan yo'nalishli dasturlar bor edi. Hozir hayotda ko'zi bilan ko'radigan, qo'li bilan ushlaydigan kabellar, internetga ulash, hub, mana shular haqida Wi-Fi ni qanday ulash haqida darslarni o'tamiz o'quvchilarga kichik yoshidan boshlab. Ularga hayotda kerakli bo'lgan mavzularni beramiz. O'quvchilar darsga quloq solib bo'lgandan keyin biz O'zbekistonimizda mana shunaqa yangiliklar bo'lyapti. Bolalar kim shu sohani egallasa, ertaga o'zining do'stidan, o'rtog'idan salgina oldinda bo'lishga harakat qiladi. Bundan keyin kasb egallasangiz, o'sha kasbdan maza qilib ishlaydigan kasbni egallang. Faqat oliy ma'lumot olmang deb darsni mana shu kulminatsion nuqtasiga yetganda yana O'zbekistondagi katta daromad topayotgan IT sohasidan insonlar to'g'risida kichik videorolikni qo'yib beraman. Dars tugaydi, mavzumiz o'tib bo'lamiz, amaliy mashg'ulotni ham bajaradi o'quvchilar. Amaliy mashg'ulotni bajarib bo'lgan o'quvchi kompyuterda o'tirib o'shanga qarasam, o'sha o'quvchi nima qilayotgan bo'ladi? Darhol Google ga kirib, o'sha inson haqida ma'lumot qidirayotgan bo'ladi. Ular bilamanki, mana shu ma'lumotlarim ularga juda ham yoqdi. Mana shu o'quvchilarimiz o'zimizning chet elda, mana shu O'zbekistonimizda yutuqqa erishayotgan insonlar to'g'risida ko'proq ma'lumot bersak, o'quvchilarimizdan qiziqish uyg'onadi. Siz boya ham savol beruvdingiz. Avvalgidan farqi nima? Avvallari o'quvchilar faqat 3 ta fanga tayyorlanardi. Mana shu abituriyent holatida imtihon tayyorlash uchun informatika fani imtihonda bo'lmagani uchun unga hech kim qiziqmasdi. Lekin hozir o'quvchilarimiz tushunib yetdiki, informatika fanini o'rganmasdan turib hech qaysi kasbni egallab bo'lmasligini anglab yetishdi va bu fanga juda ham qiziqish bildirishadi. Ertadan kechgacha kompyuterxonaning eshigi oldidan o'quvchilar ketmaydi. Ustoz, men bu yangilikni topib keldim. Mana shunga yordam berib yuboring. Ustoz, mana bu nima deb hattoki tanaffus paytida ham so'rab berishadi. O'quvchilarimiz juda ham qiziqishi katta. Rahmat kattakon. Rostdan qo'shimcha qilaman Sirojiddin, har birimizni bir yutuqqa erishishimizda kimgadir havas qilganimiz Albatta. turtki bo'lgan, to'g'rimi? Siz bilan men ham jurnalist bo'lganmiz, kimgadir havas qilib. Shuning uchun men o'ylayman, shu yoshlarimizga success storylarni, ya'ni muvaffaqiyatli insonlarni ko'proq ko'rsatishimiz kerak, u yoki bu sohada. Biz hozir IT haqida gapirayotgan ekanmiz, demak, biz ITdagi ham qahramonlarimizni ko'rsatishimiz kerak. Ularni nafaqat o'ziga, balki jamiyatiga, oilasiga keltirayotgan nafni, foydasini. O'sha oilalar bilaman, hattoki er-xotin birga uyda o'tirib frilanserlik qilishadi, daromad topishadi, bolasini tarbiyasi bilan shug'ullanishadi. Demak, biz siz bilan ko'proq shunday insonlarni namuna qilib ko'rsataversak, baribir bu sohaga qiziqish ham ortadi. Chunki baribir xohlaymizmi yo'qmi, bugun zamon o'sha texnologiya rivojlanib ketyapti va har qanday sohada texnologiyani qo'llay bilish, texnologiyadan foydalana bilish bu ertangi har qanday kasb egasini muvaffaqiyatini bir omil hisoblanadi. Shuning uchun ko'p loyihalar bor, o'sha o'qituvchilar, shifokorlar, qishloq qurilish sohasida ishlaydiganlar, o'sha data analitikalar o'rganishyapti. Nima uchun? Chunki ular ertaga shu sohada faqat aytishnik ularning muammosini yechib bera olmaydi. U sohani o'zini egasi bo'lishi kerak, u muammosini yechish uchun. Albatta. Shuning uchun nima deydi, o'zini sohasida ham ITni ham bilsa, bu ikki karra emas, juda ham ko'p karra muvaffaqiyat natija beradi. Rahmat. Aytish o'rinliki, IT sohasi rivojlanishi bu so'zsiz, demak, internet infratuzilmasini yaxshi bo'lishi bilan bog'liq. Chekka hududlarda biz kompyuterlarni tayyorlab qo'ysak, demak, elektron platformalarni tayyorlab qo'ysak, raqamlashtirish haqida gapirsak, lekin internet bo'lmasa, buni hammasi befoyda. Biz chet el kompaniyalar bilan masofadan turib ishlashimiz uchun ham albatta internetni yaxshi bo'lishi bu juda ham yaxshi. Keyingi yillarda o'sha 4G da ishlayotganimiz bu juda ham xursand qiladi, to'g'rimi? Bundan bir necha yillar oldin ba'zida Toshkent shahrining markazida turib ham internet ishlatishda qiynalardik. Uzoqqa bormaylik, 4 yil, 5 yil ortga qaytadigan bo'lsak, bu muammolar bizni qiynagan. Yurtimizda, demak, qulaylik yaratish maqsadida optik tolali aloqa liniyalar uzunligi 20 ming kilometrdan bugungi kunda 291 ming kilometrga yetkazilgan. Shundan tashqari bu 14,5 barobar o'sish ko'rsatkichi degani ekan. Yana ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, internet tarmog'iga ulanishni umumiy o'tkazuvchanlik qobiliyati 74 barobarga, tezligi esa 55 gigabayt sekunddan
4200 gigabayt sekundga oshirilgani chindan ham bizni ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar bilan ishlaydigan, IT sohasida ishlaydigan insonlarni juda ham xursand qiladi. Aholi punktlarini internet tarmog'i bilan ta'minlanganlik darajasi bugungi kunda 96% yetkazilgani ham albatta quvonarli holat. Kun sayin ehtiyoj ortib borayotgani mobil aloqa qamrovi 2024-yilda 97% ga yetkazilgan. Men aniq bilamanki, xizmat safarlari bilan 2020-yillarda, 2019-yillarda viloyatlarda bo'lganimda juda Toshkent bilan yoki hamkasblar bilan bog'lanishda muammolar bo'lardi. Hattoki internet bilan bog'liq muammo emas, balki telefonni o'zidan ham gaplasha olmasdik. Bugungi kunda esa tog'li hududlarga borib, sal yuqoriga chiqadigan bo'lsangiz ham bemalol o'sha ijtimoiy tarmoqlarda postlaringizni joylashingiz yoki yaqinlaringiz bilan yangi ma'lumotlarni almashishingiz mumkin bo'lyapti. To'ldiruvchi fikrlaringiz bor edi, adashmasam. Hozirgi berilgan savollarga javob sifatida qo'shimcha kiritib ketmoqchi edim. Nafaqat biz informatsion texnologiyalar yo'nalishida xorijiy kompaniyalarni jalb qilish yoki o'zimizni davlatdan o'sha yoshlarimizni startap loyihalari bilan chiqishlarini yo'lga qo'yar ekanmiz. Bu chiqishlarda kimlar qatnashadi va mana shu qatnashayotgan insonlarni tayyorlashda biz qanday olib boramiz degan savollar bordi. Hozirgi 2030 strategiyasiga ko'ra IT sohasidagi mana shu dasturiy ta'minotni yoki IT mahsulotlarni ishlab chiqarishni 5 milliard dollarga yetkazish maqsad qilib ko'zlangan. Endi deylik 300 ming dasturchini biz yetishtirib chiqarishimiz ko'zda tutilgan bo'lsa, mana shu dasturchilarni biz qanday yetishtiramiz? Mana shu sohada qilingan yana davlatimizni katta bitta qadamini sanab o'tmoqchi edim. School 21 raqamli texnologiyalar maktabi, raqamli texnologiyalar vazirligi hamda oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi hamkorligida olib borilayotgan bitta raqamli platforma. Bu platformada ustozlar yo'q, ta'lim to'liq platformada olib boriladi. Faqatgina o'quvchilarni mana shu jarayonda to'liq zerikmasdan va ta'limni foydali olib borishlari uchun hamjamiyat o'sha menejerlari bor va biz ham bu yo'nalishda stajirovka, ya'ni amaliyotlarga chiqishlarida ko'maklashib boramiz. Ushbu raqamli platformadan masalan maqsad nima deydigan bo'lsak, hozir boya bitta sanab o'tdik. Ish soni ko'p, mutaxassislar, ish qidirayotgan mutaxassislar ko'p, lekin tafovut bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Bunga sabab nima? Raqamli platforma misolida olib qaraydigan bo'lsak, ustoz yo'q, sizni uyingizni u ustoz tekshiradigan bo'lmasa, belgilangan bitta tekshiruvchi bor, u tekshiruvchi juda ham qattiq tekshiradi. Ko'pchilik mana ChatGPT orqali belgilangan o'sha vazifalarni topshirishganda yiqitgan. Mana shuni hisobga oladigan bo'lsak, qanday insonlar o'qiydi bu joyda? O'z-o'zini, vaqtini belgilay oladigan va oldiga aniq bitta maqsad qo'yib kela oladigan insonlargina o'qiy oladi. Men hozir sanab o'tmadim, bu raqamli platformada o'qish mutlaqo bepul va Toshkent, Samarqand shaharlarimizda kampuslarimiz bor, ya'ni binolarimiz. Samarqandda turish o'sha turar joy ham belgilangan, oyiga 100 ming so'm qilib. Bu juda ham menimcha qulayligi katta va kampuslar 24 soat yiliga ochiq, hatto 1-yanvarda ham ochiq bo'ladi. Bu degani biz qamrovni juda kengaytirib qaraymiz bu ta'limda. Ishlaydigan insonlar kelib ishdan keyin ta'limlarini davom ettiradilar. 50% ga yaqin o'sha yerda o'qiydigan o'quvchilarimiz, biz ularni pirlar deymiz, chunki tenga teng ta'lim bo'lgani uchun o'quvchilarimiz boshqa oliy ta'lim muassasalarida ta'lim oladigan insonlar. Ba'zilarimiz 5% ga yaqin statistikani oladigan bo'lsak, ham ish faoliyatini olib boradigan, ham oliy ta'lim muassasasida o'qishadi, ham bizga kelib qo'shimcha ta'lim olishadi. Bu orqali biz hozir sohalarni raqamlashtirish deyapmiz. To'g'rimi? Sohalarni raqamlashtirishda ham soha mutaxassislari, mana meditsina sohasi, farmatsevtika sohasidan kelib data science yo'nalishida o'sha o'zlarini ko'nikmalarini oshirish uchun qo'shimcha ta'lim olayotgan insonlarimiz bor. Endi bundan tashqari olib qaraydigan bo'lsak, hozir biz sohani rivojlantirish uchun juda ko'p ma'lumotlarni sanab o'tdik. Lekin mana shu ma'lumotlarni biz faqatgina shaharlar miqyosida emas, chekka hududlarga yetkazib borishimiz kerak. Agar biz 70%ni mana yoshlar tashkil qiladigan davlat sifatida bizni eng katta double landlocked deymiz, ya'ni bizni dengizga chiqishimiz 2 martalab bloklangan davlatlar hisobiga kiradigan bo'lsak, adashmasam bunday davlatlardan dunyoda faqat ikkitagina, bittasi O'zbekiston. Bizning resursimiz rivojlanish uchun nima?
tabiiy resurslardan tashqari bizni inson resursimiz, ya'ni yoshlar. Mana shu yoshlarga keng qamrovda yetkazishimiz juda ham katta ahamiyatga ega. Yaqinda o'zimni loyiham, o'sha loyiha rahbari sifatida Afg'oniston chegarasida bir maktabda Surxondaryo viloyatini o'sha Afg'oniston chegarasida AKT sohasida, ya'ni axborot va kommunikatsiya texnologiyalar sohasi savodxonligi, kelajak kasblarga yo'naltirilgan 2 kunlik treninglarni 2 lokatsiyada o'tkazib qaytdik. Va mana shu loyihaga xalqaro tajribaga ega mahalliy ekspertlarimizni ham jalb qildik va o'sha yerdagi sanab o'tmoqchi edim. 12-maktab, Chinobod mahallasidagi 12-maktabda dars beradigan Soatmurod Haydarov, agar eshitayotgan bo'lsalar, bizni shu insonni alohida ta'kidlab o'tmoqchi edim. Sun'iy intellekt orqali biz darslar o'tdik, rezyume nima, AKT sohasida qanday sohalar bor va mana shu sohalarni siz nimaga qarab tanlashingiz kerak. Chunki har bitta insonni o'zining xususiy bitta nima deymiz, talant, ya'ni qobiliyatlarimiz bor. Qobiliyatga qarab ham tanlash kerak. Qanday sohalar borligi haqida tanishtirishimiz kerak avvalambor. Auditoriyada o'tirgan insonlarimiz nafaqat yoshlar, nogironligi bor hamjamiyatimiz ham mana tikuvchilik bilan shug'ullanadigan ayollarimiz tashrif buyurishdi. Yo'ldosh aka sartaroshlik sifatida o'zlarini faoliyatlarini olib borar ekanlar. Farzandlari bilan kelib to'liq eshitib o'tirdilar. Va yana Safar aka xo'jalik bilan shug'ullanar ekanlar. Ish faoliyatlari haqida so'raganimda ishsizman deb ozgina iymanibroq gapirdilar-ku, lekin darslar jarayonida shuni guvohi bo'ldikki, biz kvizlar o'tkazdik. Ya'ni orada musobaqaga o'xshagan narsa, siz eshitgan narsangiz orqali o'sha savollarga javob bering, birinchi o'rinni oldilar. Ya'ni savodxonlik darajasi, ilmga bo'lgan chanqoqlik katta. Bizdan kutilayotgan ish mana shu qobiliyatini ochib berish. Chanqoqni bostirish uchun qobiliyatlarga ma'lumotlarni yetkazish va ma'lumotlarni yetkazayotganda hamkasblarimiz hozir sanab o'tishdi. Mana Laylo opam shu narsa bilan shug'ullanadilar. Mani birinchi ekranda nima desam ekan, ekran yonida gapirishga yumshoq, ya'ni chiroyli qilib aytganda majburlay olgan inson. Agar siz o'zingizni tajribangiz bilan bo'lishsangizgina insonlar bundan fikr oladi, o'zi uchun qandaydir bitta ma'lumot oladi va intilish uchun ularga bir turtki bo'la oladi. Albatta, kimnidir qobiliyatini ochirish uchun kimdir qaysidir loyihasi muvaffaqiyatli amalga oshishi lozim. Va meni oxirgi savolim shunday iborat bo'ladiki, O'zbekistonda IT sohasi rivojlanayotganini qaysi jabhalarda yaqqol ko'rishimiz mumkin? Demak, men aytgan bo'lardim, IT sohasiga kirayotgan odamlarda aynan ingliz tili ravon gapirishlari kerak bo'ladi. Agar demak o'sha yuqori daromadga ko'tarishlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni shunaqa xohish bo'lsa. Chunki baribir xorijiy kompaniyalar bilan ishlasangiz, siz ingliz tilini bilishingiz kerak. Davlat xizmatlarini bugun qanchalik rivojlangani, qanchalik ilovalar yaratilyapti, qanday uyda o'tirib turib, o'sha qaysidir idorani eshigini tagiga borib sarg'ayib turmasdan yoki qog'ozbozlik, hujjatlar olib yurmasdan o'sha rivojlanayotgan xizmatlarni aytib o'tish mumkin. Biz boya aytib o'tgandek bir so'rovnoma o'tkazdik. 78% aholimiz bir oyda 2-3 marta mana shunday davlat xizmatlaridan foydalanishar ekan. Bu degani, demak, bizni aholimiz bilyapti, hukumatimiz, davlatimiz tomonidan yaratilgan xizmatlarni va ular o'shandan foydalanishyapti. Men buni bemalol o'sha rivojlanayotgan xizmat sohalar qatoriga kiritishim mumkin va bundan tashqari bu yil ilk bor Birlashgan Millatlar Tashkilotining davlat xizmatlari forumi ham O'zbekistonda bo'lib o'tdi. Bu ham ushbu sohani qanchalik rivojlanayotganidan dalolat va bundan tashqari o'sha frilanserlik, IT ta'lim yo'nalishlarini qanchalik rivojlanayotgani, yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar, bularni hammasini biz bugun IT hamjamiyatini O'zbekistonda rivojlanish bosqichi juda ham jadal olib borilayotganidan dalolatligini ko'rsatib o'tiribdi. Rahmat kattakon. Biz o'qituvchilar, informatika fani o'qituvchilari hamma yangiliklardan tez xabardor bo'lib turishimiz kerak. Buning uchun biz ish faoliyatimiz davomida o'qishga ulgurmasak, biz uchun har qanday onlayn kurslar tashkil etilib, o'qituvchilari yangiliklarga o'qitilib turibdi.
ma'lum bir vaqtni belgilab o'qitishyapti. Biz xohlagan paytimizda kirib o'qiyapmiz. Mana shular o'qituvchilarimiz uchun yangiliklardan xabardor qilish uchun, zamondan orqada qolmaslik uchun, yangi bilimlarni o'zlashtirish uchun, o'quvchilarimizga kerakli ma'lumotlarni kerakli vaqtda yetkazib berish uchun onlayn kurslar, onlayn platformalardan ta'lim olishimiz ham bular ham misol bo'la oladi. Soha orqali bo'layotgan o'zgarishlardan boshqa sohalarning raqamlashtirilishi, masalan, hozir poliklinikalarga tashrif buyuradigan bo'lsak, u yerda oldin jonli navbatda turgan bo'lsak, hozir o'sha masofadan turib bitta dastur orqali bemalol dasturda belgilanadi va sizga chiqarib beriladi. Mana shu soatda, belgilangan soatda shu vrachga kirishingiz mumkin deb turib va davlat xizmatlaridan foydalanish raqamlashtirilgani. Albatta, Hozir oldin narkologiyadan biz demak ma'lumotnoma olmoqchi bo'lsak, soatlab navbatda turish kerak edi. Bugun esa bir necha daqiqada ishingiz yoki shaharni bir burchagidan boshqa burchagiga biz yurishimizga to'g'ri kelardi. Bu bilan ham havoni ifloslantirardik, ham qog'oz hozir tejamkorligi 160 tonnadan, to'g'rimi? 160 tonnaga yetdi. Mana shu raqamlarga ham e'tibor beradigan bo'lsak. Va bu qog'oz tejamkorligi, qog'oz tejamkorligiga ham olib keldi. Shu bilan birga vaqtni tejay olyapmiz hozir. Ham raqamlashtirilganda ma'lumotlarga kirishimiz soniyalarda bo'lyapti. Mana hozir agar jonli misol aytadigan bo'lsam, o'zimni onam pensiyaga ro'yxatdan o'tish uchun belgilangan muddatdagi o'sha tajriba haqidagi ma'lumotlar yo'qolib ketgan qog'ozlarda. Ana o'sha agar hozirgi raqamlashtirilgan tizimni olib qaraydigan bo'lsak, raqamlashtirilganda bazada turgan bo'lardi va hozir shu narsa yo'lga qo'yilyapti. Rahmat. Sizda fikrlar qanday? Xo'p, hozir mana IT sohasi, ya'ni IT mutaxassislari haqida gapirdik. O'zi IT mutaxassislari asosan mana shu hayotimizda bo'layotgan har qanday ma'lumotni raqamli ko'rinishga o'tkazish uchun xizmat qiladi. Endi biz hozirda rivojlanayotgan kasblar sifatida ko'rishimiz mumkin. O'sha raqamli ma'lumotlardan manfaatli foydalana olayotganlarni, ya'ni bularga data analitiklar, data injenerlarni bemalol misol qilishimiz mumkin. Chunki ular o'sha yig'ilgan ma'lumotlar ustida ishlaydi va kerakli, ya'ni samarador bo'lgan ma'lumotni sizga chiqarib berishadi. Ya'ni biz o'shandan xulosa olib samaradorlikni oshirishimiz mumkin. Ya'ni bu bilan yana bitta narsa, data bilan o'sha ma'lumotlar bilan ishlaydigan soha sifatida sun'iy intellektni ko'rishimiz mumkin. Sun'iy intellektning eng asosiy bazasi bu raqamli ma'lumotlar hisoblanadi. Va o'sha raqamli ma'lumotlar bilan ishlaydigan har qanday soha hozirgi zamonda rivojlanishiga hech kim shubha qilmasa kerak. Bu meni fikrim. Tushunarli. Rahmat kattakon fikrlaringiz uchun. Har biringizning fikrlaringiz, mulohazalaringiz uchun alohida minnatdorlik izhor qilamiz. Yana bir bora xush kelibsizlar. Qadrli yurtdoshlar, aziz teletomoshabinlar, Madaniyat va ma'rifat telekanalida agar ko'rsatuvning navbatdagi sonini tomosha qildingiz, soha mutaxassislari bilan IT sohasining rivoji, bugungi kundagi holati, kelajagi va umuman O'zbekistonda ushbu sohada olib borilayotgan ishlar xususida atroflicha ma'lumotlar berib borishga harakat qildik. Bizda hozircha shular. Xayr, omon bo'ling.